Xalq artisti Aziza Yakubova. Sizga nima qildi? Yuzimga oq qizib taylashdi jonim. Qalaysiz? Yaxshi azizcha. Bunizagi nima edi bu? Bunday ushlab tortgichmi deyman. Brilliant. Brilliantdan bunday ushlab tortib, 16.000 dollarlik. O'zi 20.000, brasleti 16.000, brasletsiz. $16,000. 16.000. Bo'yningiz qimmat ekanmi? O'lib ketaman yaqinda shuni taqib chiqib borib maqtadim. Nima gap? Bundaysiz aka? Rahmat, Xudoga shukr. Yuribmiz, chakka tushib keladi. Hammani kutib olib, kuzatib charchab qolmayapsizmi shu? Ya, yuribman sekin-sekin. Hech kimni kutib olganim yo'q. Kimni kutib oldim? Men sizga muhtojman damot hozir. Bilmadim. Temirdingizmi yo hali ham shunday ozg'inmi? Ozg'inman. Bu qattiq ovqat yeysiz bo'lmaymi? yo, bizga opasniy emas, bizga yaxshi inson Sardor. Bezopasniy bizga. Eng bezopasniy inson TikTokda Sardor. Bu meni yozib berib sal qolgan qamatib yuborishgan. Bitta kechirim so'ratgan mendan. O'zingiz yomon ish qilgansiz-da. Tez biladi. Shunday uyqudan tursam, uyimda oldi uchastka o'tiribdi. Desam, sen Toshkentdan kimdir yozib yuboribdi. Kim yozib yuboribdi desam, Aziza Yakubova deydi. Yeb biladi dedim, Aziza Yakubova men nima yozib yubordim? Izdevаться qilib, meni porno aktrisa deb video qilib yasab Instagramga qo'yibdi.